Opachasinikiga kelib armiyada xizmat qilgan qizlar bormi oranglarda? Opachasi yo'q qizlar sizlar unda baxtlisizlar. Opasi bor qizlar unda sizlar xizmat qilishga majbursizlar. Mani singlimga o'xshab. Singlimjonim o'zi toshimizga bir necha kunlar qoldi. Shundan foydalanib uylarimni tozalatib olishga qaror qildim. Mendan qutulib boshqa yoqqa tutilasan dedim-da. O'zing bilib ishlarni ko'rdim, hamma ish o'ziga topshirdim. Meni mazam yozgina dam olaman deb uyga kirib ketsam, bolalarni qotgan ishini qaraylik. Kichkina qizim-ku mayli kattasiga nima bor ekan? Sindirib, tuxumi singanini bildirmaslik uchun ustidan ketchup to'kib yuborishibdi. Birinchi ketchup rangi yoqmagan shekil, ikkinchi ketchup ham sovorishibdi. Hammasini aralashtirib pitssaga sos tayyorlab qo'yishdi. Buni ko'rib jahlim chiqib borib singlimga tashladim. Nima qilib o'tiribsan? Bolaga qaramaysanmi? Bor gilamni yuv deb shotkani qo'liga berib tutqazdim. Men gilamingizni yuvmayman deb shotkani o'zimga berib, qanaqadir pilisos ko'tarib keldim. Nima bo'lsa, mo'shi pilisos. Tarpasiga zakaz qilishgan ekan. Qo'yni sezganda men uyimga ko'tarib kelganman. Bu pilisosni Amerika, Germaniya uchun ishlab chiqargan ekan. Germaniya esa meni singlim uchun jo'natgan ekan. Voy, ketchupdan asar ham qolmadi. Tezgina tozaladi. Unda buyoqqa unda pollarni arkini, pollatani bersam, pollatani basharamga otdi. Men engashib pollarni yurmayman deb yana pilisosini ko'tarib keldi. Bu pilisos polli ham yuvarmish, gilamni ham yuvarmish. Hattoki o'zini o'zi yuvish rejimi ham bormish. Senga o'xshagan dangasalar uchun o'ylab topilgan ekan. Qadr Solihaxon, endi o'zingiz bir bolalarni cho'miltirish rejimingizni yoqing-da. Jiyanlaringizni birin-ketin oppoq paxtadek qilib bering. Ertaga boshingizga tushsa qiynalib qolmaysiz. O'zi men senga o'rgatmasam, ertaga menga yomon gaplar keladi. Opasi o'rgatmaganmi deysiz, nima deysiz? O'sha opasi bor degan noming bor. Ertaga oping o'rgatmaganmi deysiz, nima deysan singlim deb nasihat ham qildi. Shunaqa qilib uchta bolamni ham xolasiga cho'miltirib oldi. Ishlar tugab pilisos olib ketib yuboribdilar. Qaqqa tashab ket pilososni. Ya ishlarni minnat qilib pilososni maqtab ketdi. Opa, men uni o'zim uchun sarpamga zakaz qilganman. Iltimos, agar sizga ham kerak bo'lsa, profilni qoldiraman. O'sha yerda zakaz qiling. Meni qiynamang deb ishini yopib ketib. Singlim ketishi bilan o'sha profilni topib, sizlar uchun отметка qilib qoldi. Oktabrda nima zakaz qilsanglar, yoniga podarka qo'shib berishar ekan.